Bugun Delta Vertexda ishga kirib, ishlayotgan o'quvchilar bilan полностью отзыв olamiz. Oldin faqat endi ishga kirgan vaqtida olib qo'yib berdim Instagramga. Endi mana o'sha oldin ishga olgan bolalarimiz hozirgi kunda mana real time ishlayapti. Mana shu xonada deyarli hammasi mening o'quvchim. Taktadan tashqari, qolgan hammasi mana shu mening o'quvchilarim bo'ladi. Hozir bitta hammasidan necha pul topyapti, qanaqa ishlayapti, nima qilyapti, necha soat ishlayapti so'rab chiqamiz. Bularning ichida oyiga 4000 plus topayotganlari bor. 4000 plus $400 boshlab, $300 boshlab, 4000, 5000 atrofida topayotgan bolalar bor. Hozir hammasi bilan klipda gaplashib chiqamiz. Siz birinchi siz gapirasiz. O'tirib gapiring. Nima? Ism familiyangiz? Nortojiyev Jamshid. Nortojiyev Jamshid. Qancha bo'ldi o'qiganingizga? O'tgan yili yozda iyulda o'qiganman. 1 oy o'qidim, 1 oydan keyin ishga kirdim. Assistentlikka olindim, dispetcherga. Dispetcherimni 12 ta trakka bor edi. U bilan 2 oy ishlab update'ga o'tdim. Hozir ish qilyapsiz? Update. Qaysi shiftda? Night shift, after hours. Yaxshi shiftda. Xullas, siz sentyabrda o'qigansiz. Adashmasam 7 oy bo'lgan bo'lsa ishlayotganingizga hozir qachon dispetchga o'tasiz? Ertami dispetchga o'tasizmi? Xudo olsa yozdan endi. Yozdan dispetchga o'tasiz. Yaxshimi ish? Bo'ladi. To'g'risi, aytoring to'g'risini. Yaxshi. Yaxshimi? Yoqdimi o'zi logistika? Ha, bo'ladi. Hech qaysi logistika yoqmaydi, logistika lekin bari. Sen uyquda problem bo'lmasa, endi qolgani yaxshi. Yaxshimi? Pul to'lashyaptimi ish qilib? Vaqtida bo'lmasa ham to'lashyapti. O'tir, yaxshi. Bu prosta boshqa nimada ishlaydi. Bu mana kompyuterda ishlash kerak. Bu ikkalasi hozir alishadi. Buni smenasi tugagan, men o'sha yerda o'tiribman. Mana shu gapirasan, qolasan. Mr. Alex. Yo'q, prosta gapiravering. Qancha bo'ldi ishlayotganingiz? Ism familiyangizni ayting. Shu ismi Sounder. Inglizcha nickname Will. Hozir Will. Oldin buni nickname Alex, men shunga men Alex deyapman. Hozir Will o'zgartirishgan. Yozni oxirida ish boshlaganman. Updater bo'lib boshlaganman. Hozir ham update bo'lib ishlayapman. Shu nasib may oyida dispetcherga o'taman nasib. Dispetcher assistent. Dispetcher bo'laman. Yaqin dispetcher. Hozir update ishlayapsiz. Ha, hozir update ishlayapman. Yaxshimi? Ha, yaxshi. Zo'r. Logistika haqida fikringiz nima gap? Logistika yoqdimi, yoqmadimi? Ha, yo'qdi. Yaxshi ishlasa yaxshi pul topadi. Ingliz tili darajasi qanaqa ekaningizda? B2 edi. IELTS'im yo'q, lekin universitetda topshirganimda B2 chiqqan. Safer ham yo'q, to'g'rimi? Yo'q. Sizda ham yo'q-da. Sizda IELTS bor-da. Nechida IELTS? 5,5. 5,5 IELTS bilan boshlagansiz, bo'ldi, tamom. Yaxshimi? Oliy. Zo'r, hammasi bo'ladi, nasib. Men sizlarni oliy so'ramay qo'yay. Update'larni oliy so'ramayman o'zi. Xo'p. Siz aka qo'l quvardingiz-a lekin. Ayting, ism familiya. Ismim Doniyor. Bu yerda shu Ismoil akaning oldida o'qib kelganman. Aha. Shu 1 yildan oshib qoldi. Ishlayotganingizni bilmayman. Shu 1 yildan oshdi. Nicknamingiz nima edi sizni? Steve. Steve. Qancha ko'rdim men sizni anaqangizni. Statementlaringiz bor-da menda. Oyiga qancha chiqyapti? Endi примерно. Dispetch update'lardan so'rayman, lekin dispetchlardan so'rayman. Oyiga shu 2000-3000 atrofida. Oyiga 2000-3000 Atrofida. Shunaqa. Ha, mana siznikini tashlashni $341 haftasiga. Hop. Ha, mana yana boshqa statementlaringiz. Yaxshimi? Yaxshi bo'ladi. O'zi, siz Deltada o'qiyapsiz, to'g'rimi? Ha, Boshqalarga tavsiya qilasizmi yo'qmi? Ha, tavsiya qilaman. Yaxshi. Nimaga tavsiya qilasiz? Deltada o'qishda. Nimaga? Shu ishga kirish 100% ta'minlangan Deltada, shuning uchun. Qiynalganmisiz ishga kirganda? Yo'q. Va to'g'risini ayting, qiynalgansiz. Endi qiyinchilik hamma joyda bo'ladi. Endi hamma narsadan boshida qiyin bo'ladi. Kirgandan keyin o'rgandan oson bo'ladi. Oxirgi oy qancha oldingiz shunda? Oxirgi oy 2,5 ming ham. 2,5 ming chiqdi. Tabriklayman. Xursandman sizlar bunaqa natija qilyapsiz. Men bilmagandim, kecha so'rab bildim-da. Xullas, ham joyda bularning rekordchisi bor edi. Ketib qoldi. Jack, hozir kelsa olamiz undan ham. U adashmasam oyiga уже 4000, 4,5 ming plus topyapti. Statementdan o'tgan safar tashladim ham kanalga. Doston aka, Jack qancha chiqyapti dedingiz? Buniki statementda. Haftasiga 1-2 ming chiqyapti. Shu o'rtacha 4000 plus topyapman. Ism familiya. Isfandiyor Javohir. Nickname'ingiz? Joshua. Hozir kim bo'lib ishlayapsiz? Dispatcher assistant. Dispatch assist. Kimga assist? Doston aka. Doston, o'ziga assist doston. Qanchadan beri ishlayapsiz? Bu yoqda bu kompaniyada hozir 3 oy bo'ldi. Yangi MC'da. O'zi qancha bo'ldi boshlaganingizga? Qarib 1,5 yil. 1,5 yil? Ha, qarib. Aha, yaxshi, 1,5 yil. 1,5 yildan beri ishlayapsizmi siz mana shu yerda? Ha? Yo'q. O'tgan yil boshdan beri 2024 oxiri bitirgandim.
Ha, kurs 2004 oxiri bitirgansiz, keyin sразу ishga kirgansiz, to'g'rimi? Shunaqa. Qaysi timga ishga kirgansiz? Highway'gami? Yo'q, nimaga? HTS'da boshlaganman. Ha, o'sha payt HTS bor edi-da. Shunaqa. Ha. Ay, yaxshi. Hozir qanaqa ish? Yaxshimi? Hozirda bular. Ingliz tili darajasi qanaqa edi? Kirganimda B1. B1 bilan boshlagan. Sertifikatingiz bo'lmagan hech qanaqa? Yo bo'lganmi? IELTS ham yo'q. Hozir ham yo'q. Yo'q. Zo'r. Erkak shunaqa bo'ladi-da, o'zi IELTS topshirdi nima qiladi? Ismim Sardor. Sizda 2024-yil avgust oyida o'qiganman. Aha. Undan keyin test topshirib, mana shu ishga kirdik. 1 yilcha updater bo'lib ishladim. Sizni amakisiz dadangiz edimi? Yo'q, tog'am bo'ldi. Sizni dadangiz, a? Birga Buni kelib- bitta ko'rsatib qo'yarini. Buni dadasi, bu ikkalasini olib kelgan oldimga, o'rgatasan degan, xullas, mana shu ikkalasi odam bo'lish kerak, o'rgatasan, ishlamasa bo'lmaydi deganda, bu ikkalasi o'rgangan. Ikkalanglar teng ishga kirdinglar, keyin. Birga kirdik keyin ishga. Ha, ikkalasi teng ishga kirgan. Keyin shu o'tgan yili O'zingiz olgansizlar Doston aka bilan ishga, keyin bular ketgan, boshqa timga. Shoh akani qo'liga ketgan. Hozir dispetcher bo'lib ishlayapsiz. Qancha bo'lib boshlaganingizga? shu 2024 sentabrlarda, oktyabrlarda boshlanganda ish. 1,5 yil bo'ldi. 1,5 yil o'tyapti. O'tdi. To'g'rimi? Shu keyin dispetchga o'tganim o'tgan yili sentabrda bo'ldi, yo. Aha. Shundan beri dispetch bo'lib ishlab kelyapman. Keyin uni chaqirdingizki, bu yoqqa dispetch Keyin yaxshi bo'lyapti ha. deb. Ya birga yo'q keldi, birga ishlaymiz hozir. Sizlar dispetcherlar tushunganman. Yaxshi. Birga ishlayveramiz endi. Men statementlaringizni ko'rdim, qancha chiqyapti? Bo'ladi. O'tgan oy qancha? Men $600 statement ko'rdim haftasiga. Martnikida. Oxirgi oy qancha chiqdi? Shu 2000 bor. Anig'i yo'qmi? Bir hisob kitob. Ham siznikimi shunda? Ha, shularda. 820 ko'rsating bunda ochib. Ko'rinami kameraga? Oxirgi oy kirib ko'rsating-da, ani 820. Aprellikimidi? Bu oxirgi hafta. Ha, oxirgi hafta $820. Qani yana bormi rekordlar? Yo'q, rekordlar yo'q, 1700 turibdi ana rekord. Yo'q, maniki emas aka. Kimniki u? Uniki Jack. Ha, Jack yo'qda, ha. U yomon qochdi. Men bu yoqdagi bola edi. Ana hozir 1700, 1800 chiqqan. 8 chiqadi. Yaxshimi sizga? Bo'ladi. Xursandmisiz? Xursandman. Yetadi hammasiga. Qanaqa edi ingliz tilingiz boshlaganda? Alsim bordi, 6,5 bor. 6,5 bor. Ikki yil Hozir yoshingiz nechida? 19, 20 to'lan bu yil. 19 yoshmisiz hozir? 20 to'lan. Yaqin. 19 yoshda, oyiga mana 2000-3000 atrofida. Logistikada ishlab. Hozir soat. Siz ham 19 yoshsiz, hali nimaga kirmadingiz-a? Atemiz birga. Tengdoshlar. Ha. Deltada o'qigansiz, to'g'rimi? Deltada Boshqalar siz maslahat kursingizda berasizmi? bitta kursda o'qiganmiz. Bilaman, o'sha so'rab qo'yibman. Ko'rayotgan odamlar bilmaydi-da. Hammaga maslahat beramiz, kelib yaxshilab ishlab harakat qilsa topadi xolos. Qiynalganmisizlar? Ayni bo'ladi. O'ta qiynalganmiz. Ana aytadi, o'ta qiynalganimizda. Nima, nonga pulimiz yo'q, kalvasi. Shunaqa bo'lganmi? Shunaqa. Nonga pulimiz yetmasa kalvasi yegan kunlarimiz bo'lgan. Yaxshi, bo'pti. Rahmat. Jamshid bu adashmasam ishga kirganiga 1 yil bo'lmadi, to'g'rimi? Yo'q, 1 yil 1 yil bo'lmadi. Hali 1 yil bo'lmadi ishlagani. Sentabrda. Ammo O'tgan yil qachon boshlagan? iyulda edi. Ha, kelgan sizlarda, to'g'rimi? Iyunda keluvdim. Lada o'qishingiz tugagan. Siz bittada ishga kirmagansiz, adashmasam. Kimgadir kirgansiz intervyuga Bittaga, keling. bittaga. A bittada. O'ziga kirdim. Ha, Doston akani bittada o'ziga. Ha, bo'ldi yaxshi. Bor. Siz buni lekin IELTS balad bo'lgan. Necha yil IELTS? 7midi? 7,5. 7,5. Speaking necha edi? Speaking 7. 7 da. O'shanda kelib sразу ish boshlagan. Shunday. Ya'ni bu adashmasam o'zi 2 haftada ishga o'tib ketgansiz. Siz Leoga assist bo'lgansiz, 2 haftadan keyin Leoga o'tib ketgansiz. Okay, good. Hozir qancha olyapsiz? Ko'rdim statementlaringizni, sizni ham. Statement Haftasiga Qanday haftada? 300, 400 chiqqanlarni ko'rdim, 200 chiqqanlarni ko'rdim. 600 600 ko'rdim. Qancha rekord qancha oldi bir haftada? Bir haftadanmi? Eng ko'p topgan bo'lingiz bir haftada. 900 ga bordi. 900 bo'ldi. Oyiga eng ko'p qancha chiqdi? Oyiga shu 2000 oshdi. Sanaganim yo'q endi. 2000 Qarab turganman. Shu 1,5 ming, 2000. 1 yil bo'ldim boshlaganingizga. 1 yil bo'ladi. 1 yil bo'ladi. Men 1 yil bo'lganda men uni topmayman. Seryoz unaqa bo'lmagan. 1 yil bo'lganda menda 1,5 ming shunaqa edi. 1,5 ming atrofida. Endi men fix tolardim. Sizlar performance based to'g'rimi? Вообще молодец. Nima yaxshimi logistika yoqdi. Men o'sha paytda ishga kirganingiz videosi bor, turibdi hali ham ishga kirdim, mana deb xursand bo'layotganingiz bor. Yosh edingiz lekin hozir logistika qari ketasiz. Shu yaxshi bo'ladi. Tavsiya qilasizmi qolganlarga?
Endi nima tavsiya? O'zlaringizga qarab, agar eplasa bo'ladi. Pul topsa bo'ladi, to'g'ri? Pul topsa bo'ladi. Pul topish uchun zo'r soha-da. To'g'risida pul topish uchun zo'r soha. Tamam? Rahmat. Jamshid. Siz Ismim Qoraqalpog'istondan kelgansiz. Meni esimda. videoga tushganman. Ha, videoga ham Qoraqalpog'istondan keldi, videoga ham o'yin tushgan. Siz ko'plamada 4-5 oy bo'ldimi? Shu yanvardan boshlab Yanvar. ishlaganman. Ismim Allayer, shu Delta Vertex'da o'qiganman. Shu ofisda ishlab boshlaganimga 4 oy bo'ldi. Hozir dispetcherman. Ikkita trak bor. Nechta trak bor? Ikkita. Uje ikkita trakingiz bor. Ha. Uje siz ham mana nimaga o'tganmiz? Performancega o'tganmiz? Yo'q, hali o'tmaganman. Ha, hali o'tmadi. Nimadan chiqyapti? Endi 3-oydan keyin o'tadi, to'g'rimi? Ha, shu, to'g'ri. Bu oydan keyin o'tasizmi, keyingisi? Shu yaqinda rejalashtirib o'qib qo'yganmiz degan. Endi Hozir qancha yaqinda chiqyapti performansega o'tmaganingizda? 400-500 Ha, shu atroflar. 400-500 Ha, atrofida. shunday. O'tgandan keyin, Undan keyin yaxshi. undan keyin minnat atrofida. Ingliz tilingiz qanaqa bo'lgandi o'sha payt? IELTS 6 bor. Speaking nechi edi? Speaking ham 6. 6 edi. Yoshingiz nechida? Yoshim 18. 18 mi yoshingiz? Ha, 18. Men Shu maktabni tugatganman. bu yil maktabni tugatib to'g'ri kelgandingiz, to'g'rimi? Men to'g'risi bor, va shu yoshinglarni eslolmadim. Bu 19 yosh. Siz 18 yosh. Siz necha yosh edingiz? 19. Siz bo'y Siz kelganingizda 18 ham to'lmadi. Ikkalanglar ham 17 edinglar. Ha, ikkalanglar tug'ilgan kuninglarni nishonlaganinglar esimda. Ha. Nima deysiz? Qoraqalpog'istondan kelib o'rganishga arzirmikan? Ha, yaxshi pul topamiz. Endi hozir universitetiga endi yaxshilab ishlaymiz deb. Ha, universitetda o'qimaysiz-a? O'qiyman. Shu tugadi o'zi. Ha, universitet tush tugadi. Ha, birinchi kurs tugadi. Ha, bo'ldi, zo'r. Rahmat. Qancha bo'ldi boshlaganingizga? Ishga tushganimga 6 oydan oshdi уже. 6 oydan oshdi. Nicknamingiz? Michael. Michael. Hozir nimada ishlayapsiz? Update'dan? Update'da. Yaxshimi? Quvvatdan so'ng. Siz 6 oy oldin o'zi, ishga tushganingizga 6 oy bo'ldi, to'g'rimi? O'zi boshlaganingizga 7-8 oy bo'ldi. Yozda edi. Shu yil yozda. Iyunmi, iyulmi shu. Ha, yaxshi, yaxshi. Уже 6 oydan beri ishlayapsiz. Yaxshimi? Bor. Qanaqa ekan logistika, yoqdimi? Yaxshi. Nimasi yoqdi? Puli bor ekan. Puli yoqadi xolos-da, o'zi boshqa narsasi yoqmaydi. Yaxshimi? Qo'yinlar maslahat berasizmi? Ingliz tilingiz qanaqa? Sefir bor edi, bemor olganim. B1? B1 bilan ishlayapsizmi? Hozir ancha yaxshi bo'lsa. Hozir yaxshi bo'ladida endi speaker shu 6 oy ishlagandan keyin yaxshi bo'ladida. Shu bevadingiz. Yoshingiz 19. Oilalar yaxshi? Aytmadingiz? Dispetchga o'tsam aytaman, men ham. Mister Ben. Bu bundan qochib yurgandi, nari ofisni turi olaman degandi, bo'pti degandi. Siz bu yoqqa o'tib semirib ketdingizmi yana? Ha, yana semirdim. Shu katta olib ketdi. Begim o'tib ketyapsiz. Naryoqda ham sal kamroq edi. Sal yo'q. Bu Ben, uni amakivachchasi, ikkalasi kelgan bir vaqtda aytdi, buni siz dadingiz olib kelgan, to'g'rimi? Siz buni Maniki dadingiz olib adam kelgan. olib kelganda, shu gidada 17, endi 18 ga to'layotgan yoshlarimiz maktab tugatib kelganmiz. Shu 78 Delta Vertex gruppada o'qigandik shu paytda. 78 da o'qiganmisizlar? 78 da. Hozir 150 ga o'tib ketdi. 78 da o'qiganmiz, keyin shu intervyu bo'lgan, birinchi intervyudan o'tganmiz. Shuga o'zi Birinchisida kelgandik. o'tmaysizlar. Birinchida o'tganmiz. Aytga biza do'stonagina. Siz bittada birinchisida yiqilib, siqilib, keyin ikkinchisida Yo'q, o'tgan. yo'q. Bittada Bittada o'tgan. o'tganmiz. Ha, bittada Biz o'tib, bittada o'tganmiz, keyin gidada 5-6 kun bu yoqda yurganmiz, keyin boshqa joyga anaqa ketganmiz, ishlashga. Ishga kirib ketganmiz. Yo'da endi gidada 1 yildan ko'proq endi update dispatch aralashib o'tirib yurdik. Keyin bu yoqqa kelganimga men fevralda keldim bu kompaniyagani. Fevralda keldim, hozir endi aprel bo'lsa. siz fevralgacha boshqa Aprel kompaniyada bo'lsa-da. ishladingiz. Ana, nimada ishladingiz? Bo'ldi, kompaniya esimda. Hozir endi aprel bo'lsa-da, hozir yaxshi. Hozir dispetcherlik gidada hozir 5 ta bo'lsa, endi sekin ko'paytiramiz. Traklarni ham, grosslarni ham yaxshi. Hammasi. Ko'rdim. 600, 400, 500 qancha chiqyapti o'zi? Kelganingizdan beri eng ko'p qancha chiqdi? Hozir Haftasini eng ayting. ko'pi bitta chiqqan hafta 930 mi shunaqa bor. Haftasiga 930 eng ko'pi chiqdi. Oyigacha. Oyiga 2,5 atrofi 3 2,5 chiqadi. Endi sekin men gidada kelganimda boshida 2 ta 3 ta edi trak. Shu paytlarda endi 600 500 chiqadi. Ha. Hozir 5 ta, ertaga 6 ta olsangiz, en xudo xolasa sekin gidada 1000 plus buyuklar qilamiz dedi. Plus 19 yosh.
Universitetda ham o'qimaysizlar a? Yo'q, o'qimaymiz. Kirmadinglar Yo'q, topshirmadik. kerak emas ekan deb a? Yo, topshirmadik. Universitetda ham o'qimaydi 19 yosh oyiga 2,5 atrofida normalda yoqyaptimi o'zingizga Da, yo'qot hammasi. ko'p pul beradi yoqadida deydi ona logist o'tibsiz boru narigi ofisda bunaqa narsa deysiz boru bu yoq yoqibdida ko'p pul yoqibdida sizga boru Yo'q, deb o'qilar deydi. nima deysiz ayting o'qimoqchi bo'lganlarga nima maslahat berasiz Shu o'qinglar, kelinglar, shu ingliz tili bo'lsa, masalan, o'zim ham 5,5 IELTS'im bor edi shu paytlar. Endi speakingim yaxshiroq edi, no, IELTS overall 5,5 edi. ha Keldik, shu ancha tajriba bo'ldi, update'dan boshlaganmiz. O'zimiz ham shu 1 yil atrofida update yurganman. Keyin sekin dispetchga o'tib, hozir hammasi yaxshi, xudoga shukr, deb kelinglar, o'qinglar. Institutga kirgandan ko'ra demoqchiman. Men masalan o'zim ham topshirib ko'rmaganman dadachi institutga. ha Shu akam bor edi, akam anaqa qiziqtirgan, logistika ishga kiringlar deb o'zining kompaniyasi bor edi, chunki Amerikada. Keyin keldik, shu ish boshlandi, hammasi yaxshi. Deta bir oy ham ketmagan ishga kirishimizga. 1 hafta yo 2 hafta uzoq ketadi. Ishga kirasizlar, boshida stabilniy 300-400 boshlanadi, keyin sekin ishingizga qarab o'sadi. Update'ga deta update'da ham 1000 so'mgacha chiqsangiz bo'ladi, $1000 easy. naryodaligingiz o'sha min atrofida olasiz bu yoqda endi ko'tardi bu yoqda endi sekin xudoga shukr, yaxshi hammasi. zo'r 19 yoshda 1,5 2 Sa qarshilarda bor o'zi oyliginglardan 5-10% oladigan qilib qo'yish kerak edi qarshilar. Ishni ko'rib turgan bolalar mana hammasi o'zim o'quvchilar. Hammasi Delta Vertex o'qigan, o'zimizni kurslarda o'zimni kursimda o'qigan, bitirgan. Mana hozirgi kunda ko'ryapsizlar 2,5 3 ming atrofida olyapti. Hozir u anu Jack endi u sal uyalchanroq chiqib ketib qoldi. Javohir degan bola bor. O'rtacha oyga 4,000 plus chiqaradi u. Undan ham bitta videoga olamiz yani. Hozir kirib qolsa olamiz. Bo'lmasa endi rozi bo'lasizlar. Shu mana biz o'quvchilar mana shu joyda ishlayapti. Qolganlar yana ko'p, juda ko'p kompaniyalarda ishlashyapti hozir. Hammasiga borgani vaqt bo'lmadi, lekin xudo xolasa bir kun borib ularga ham alohida shunaqa video olaman-da. Shunaqa gaplar, meni ko'rayotgan bo'lsanglar, ingliz tilinglar yaxshi bo'lsa kelinglar. Mana shunaqa ishlasanglar bo'ladi. Mani 19 yoshli, 18 yoshli bola, birontasi bu yerda 25-26 yoshli bola emas. Bitta men 24 yoshli. Bular hammasi 19-20 yoshli bolalar. 1-2 yil bo'ldi Aksiyada ishlayotganiga topayotgan puli oyiga 1,5 ming, 2 ming, $2,000 atrofida. Ancha-muncha hozir 30-40 yoshli odamlar topayotgan pullarni topyapti o'zi. Shuning uchun bemalol kelib o'rgansanglar bo'ladi. Hozir yana boshqa bolalarni ko'rsatamiz sizlarga. Boshqa xonada ham ishlayotgan bolalar bor. Bu yoqda muammo bo'lyapti. Shuning uchun tez olib chiqib ketamiz. Hozir bitta furamiz o'g'irlab ketgan. Shunaqa bo'yanagan shunga tez. Birinchi Biloldan boshlaylik. İngilizcem yaxshi emas deyapti. Tez gapirasiz bo'ldi ketadi. Shu qanchadan beri ishlayotganingizni, O'zbekistonda o'qiganingiz shu. Mas'ulligim shu kompaniyada почти 1 yildan beri ishlayapman. Hammasi yaxshi. Ismoil akamga rahmat. To'xtab turing. Yo'q, ketish yo'q. Necha yoshsiz bilan? Ha? Necha 20. 20. Qanchada necha yoshda boshladingiz logistikani? 19. Hozir necha oy bo'ldi ishlayotganingiz? 1 yil. 1 yil bo'ldi, to'g'rimi? Qayerda o'qigansiz? Ha? Maktabda o'qigan faqat. Universitetda o'qimagansiz. Yo'q. Deltada o'qigansiz, to'g'rimi? Endi xudo xohlasa. State dispatchsiz siz? Nechta trak? Ikkita. Statementlar qanaqa? Hozir oyligingiz ko'rdim. Normalniy, sekin. Qancha? Ikkitada endi Jacob performance bezdingmi? Ana performance ko'rdingizmi? Performance. Yaxshi. Rekord qancha bo'ldi haftasiga? Haftasiga shu 14 mi? Yo'q. O'zingizga. O'zimniki Driverniki emas, o'zingizga. Qo'yavering. Endi oylikni so'ramayapman. Haftasiga rekord qancha bo'ldi? Anu joyda hammasi ayt. 400 haftasi. Malak. Ingliz tili qanaqa bo'ladi? Maniki B2 bilan C1 orasi. Nima yo'q? Sertifikat yo'q. Bor 6. IELTS bor, ashuni aytingda, 6 IELTS bor. IELTS 6 bor, biroq shukr. Nima deysiz? Tavsiya berasizmi? Mana siz o'qidingiz-ku, ishlayapsiz. Yaxshimi? O'zligini ustida ishlab qo'ysa. Keyin yaxshi-da, ish bermaganinglarda yomon bo'lardi, deb. Mana shunaqa bo'lardi. Davay. Nicknamingiz nima hozir? Kevin. Ismingiz, familiyangiz? Ahror Teshaboyev, O'zbekiston. Bu xullas, Gemaroy o'quvchilardan. Kerak. 3 oy tayinlandingizmi speakingda? Qancha tayinlandingiz? Kurs tugataman deb ketdim. Trialsga kelgan edimda, keyin kurs tugatib qaytib keldim. Speakingga deb kira olmadingiz boshida. O'tolmagansiz. Keyin o'tdingiz. Hozir nima bo'lib ishlayapsiz? Dispatch assistant. Kimga aytdingiz? Qo'shniga, Harveyga. Yaxshi. Qancha bo'lib boshlaganingizga? 3 oy. Hello. Hozir onamiz gaplashib ketdi. Sizlar Nikki. Oh, really? Nikki Golson. Nima o'quvchilarni?
eng old, eng yoshi keyin. Bizni kompaniyaga kirgan eng yosh o'quvchi shu bo'lsa kerak. Alex degani bor, 16 yosh. Siz nechida kirgansiz? Man shu 16-17 atrofida kirganman. 16. Hozir necha yoshsiz? Hozir 18 ga kiraman. Voy, menimcha yosh edi. Men hali kirmadim endi. 17. Voy, komediya. Yaxshimi? Ha, yaxshi cho'tki. Ingliz tilingiz qanaqa edi shunda? Bu payt pastida lekin. Dadingiz olib kelgan, siz esingizmi? Ha. Dadingiz bilan birga Dadam kelgansiz, kelgan. olib kirasan ishga mana shu o'g'limni o'rgatasan degan adashmasam. Yaxshimi? 1 yildan berimi? 1 yildan oshdi Bir ishlayapsiz. yil bo'ldi endi. Siz anu nimalar bilonlar bilan birga boshlagansizda, Ha, to'g'rimi? shular bilan Bitta boshlagan. guruhda o'qigansizlar. Hmm. Ha, bularni videosi bor Instagram qo'yaman. Ikkalasi Bitta intervyu gruppada bergan, bo'lganmiz. bitta gruppada bo'lgan. Yaxshimi ish? Ha, yaxshi. Yoqyaptimi? Yoqyapti. Eng ko'p muammo qiladigani siz edingiz, o'zi. I know, bro. Nima qilasiz? Tavsiya berasizmi? Deb tanib bolalarga. Yaxshi. Keldi o'rganinglar. Pul topyapman-da. Ha, pul Universitetda topaman. o'qimayapsiz? Universitetda endi xudo xohlasa kiraman. Hech qachon kirmaydi bular, aldayapti. Pul topayotgan odam logistikada kirmaydi. Assalomu alaykum. Mr. Radman. Yaxshimisiz? Bu mesniy bo'ladi. Meni даже ustozim jiyanisizsa, siz azmagan jiyanisizsa, meni ustozim bor logistikada, ingliz tilini o'rgatgan. O'shani jiyani. Yaxshimi? Yaxshi bo'lgan. Harvin nicknamingiz nima sizni? Max. Max. Nechta trakingiz bor? 4. Yaxshimi? Ha, yaxshi. Qancha bo'ldi ishlayotganingizga? 2 yil bo'lib qoldi. 2 yil bo'ldi. Ha, 2 yil bo'lib qoldi. IELTS'ingiz 6midi? Ha, 6. 6 ida, esimda. Westda o'qirdingiz. Ha. Yo, o'qimadingizmi? Iqtisodda o'qiyman. Iqtisod o'qiyapsizmi hali ham? Ha, o'qiyapman. 3-kurs. Ha. Niyat bormi? Xudo xohlasa olyapmiz sekin-sekin. Yaxshi. Qancha bo'ldi rekord haftasiga? Endi olyapmiz marketga qarab. Statementingiz bormi endi? Bor. Aytavering. Shu har xil marketga qarab 1,5 ming, 2 ming ham topgan paytlar bo'lgan. Maksimum deganda- qancha bo'ldi haftasiga? Shu 1,5 ming atrof. Zo'r. 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 Tabriklayman. Yaxshimi? Rahmat. Xursandsiz Olyapmiz. ishlayotganingizdan tavsiya berasizmi? Kelish kerak, o'qish Azbekani kerak. o'zi ham logistikada ishlayapti, Ha, hali. shunaqa. Shu UJL Anchon filial. Hozir aytdim. Nima edi yana? Turon. Turonda Turonda ishlayapti. ishlaydi. Yaxshimi? Ha, yaxshi. Sizga kim meni maslahat bergandi? Shu uydagilar o'zimizni Andijondagi filial. Ha, shuga bor o'rgan. Ha, o'qishim Toshkentda bo'lganiga shu yerga kelganman. Yaxshi. Tabriklayman. Rahmat. Rahmat. Qishday bolalar, bitta Ibrohim qolib ketdi olmaganimiz. Ko'rsatsin-a siz ham, ha? Xo'p, bundoq ko'rsatib qo'yaversa hech narsa bo'lmaydi. Gapirmang, yo gapiring, bo'lmasa gapirtiraman. O'quvchi. Eng oldlardan to'xtang, mana buni olaylik. Gapirib oling, ha, hozir to'xtab qoladi. Nimalar demoqchisiz? Nima deyman? Gapiraman deyapsiz-ku, endi so'rayapsiz. Keldim, O'shada savol so'raysiz, aytamiz. Postdan o'tish. Yaxshimi? Ha, O'rgandingiz, to'g'rimi? O'rgandim. Aldadimmi sizni? Yo'q. Yo'qmi? Aldamadingiz. Tamam. Zo'r mana kurs tugatdim. Ha, ishlayapman bemalol mana. Anaqa Dispatch assistant bo'libmi? Ha, Yoqdimi logistika? ha, Necha zo'r. yoshsiz? 18. Bular 18 yosh boru. Sizlar nima kattaga ko'rinyapsizlar? Yo, o'zi shu menga shunaqa o'xshayaptimi, Ibrohim? Kattaga ko'rinadi bular. Soqollarni qo'yib olib, mana u ham 18 yoshli bolaga o'xshamaydi. Hali 18 ga kirmagancha bo'ldi. Katta bolalar hammasi. Bilaman 20 yoshman deyapti uyalmay. Mana shu bolalar ko'p turganlar o'qitardim. Yana boshqalari bordi, boshqa ofisga o'tib ketib qolgan. Dan aytdim, ularni ham video olamiz. Hozir yana boshqa xonada bor, ularni ham bitta olib chiqamiz. Keyin bo'lishi bilan tugatsak bo'lar, o'zi ko'payib ketyapti. Hammasi mana shu yaxshi o'qigan, ingliz tilisi yaxshi bo'lgan. Prosta ular harakat qilganda, tushunyapsan, kelib, o'rganib, harakat qilganda qiyin bo'lgan. Mana hozir 1 minut so'rayman. Oson bo'lganmi logistika boshlash? Boshidami? Yo'q, qiyin bo'lgan. Sizdachi oson bo'lganmi? Yo, sal qiyinroq bo'lgan. Sal emas, sizda ancha qiyin bo'lgan, ha? Men bilaman. Ancha qiyin. Sizdachi? Sizda qiyin bo'lganmi? Ha, boshlanish hamma joyda qiyin bo'ladi. Любой ishda. Rahmat. Shu hech qachon kutmanglar, zo'r bo'ladi, oson bo'ladi, yaxshi bo'ladi degan narsa kutmanglar. Qiyin bo'ladi, qiynalasiz, zato yaxshi pul topasizlar. Men 1,5 ming, oyiga 2 ming, 3 ming, 4 ming, 5 minggacha topib ketgan bolalar bor. Endi boshqa xonaga chiqamiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bo'ldi, o'tirib gapiravering, ishlavering, ish qilib gapiravering bemalol. Yoshingiz nechida endi sizni? Yoshim 19 da. Boshlaganingizga qancha bo'ldi? 2 oydan oshdi. 2 oydan. Siz yaqinda bitirib ketdingiz, to'g'rimi? Fevralda bitirib bu yoqqa keldingiz. Nurali intervyu qildimi sizlarni? Kim intervyu qildi? Pastda
Smartest Ha, degan mer mas'ul bo'ldi. intervyu qilgansizlar, ha, Ubaydulla aka qilgan. Bo'ldi, yaxshi. Ishlayapsizmi? Qaysi pozitsiyada? Ish yaxshimi? Ha, Xursandmiz? Xudo. Yaxshimi? Hmm. Deltaga qilgan to'lovingizdan boshqasidan rozimisiz ish qilib? Yo, roziman aka. Ertaga dispetcher bo'lganingizdan man bolalar hozir chiqdimda gaplashdim. Haftasiga eng ko'p topgan puling qancha bo'ldi desam 1,5 ming deyapti-da. 1,5 ming, naryoqda 2 ming topganlar bor haftasiga dispetcher. U bilasiz, siz mana shu yerda ishlayapsiz. Ertaga shunaqa chiqqaningizda rahmat aytasizda, rahmat. Xudo xolasa aka. Yaxshimi xullas? Ingliz tilingiz qanaqa edi? Darajangiz? Ayniqsa 6 olgandim. Speaking yaxshiroq edi. Speaking yaxshi. Shunga nima deysiz mana? Qiyinmikan, osonmikan? Siz yangi boshlaysiz. Ayting-da, qiyinmi, osonmi ayting. Endi boshda o'zgarish qanchiligi bo'ladi. Masalan, uyqudan qolish bor. Keyin stress bo'ladi, lekin xudo xolasa yaxshi tushunsa bo'ldi va yaxshi kutasan. Mayli, bestaqillik. Rahmat. Yetar. Qancha bo'ldi logistika ishlayotganingiz? 1,5 bo'ldimi? 1,5 yil oshdi. Boshlaganingizda qanaqa edi ingliz tilingiz? Ingliz tili o'zi 5,5 ayilsim bor edi. 5,5 bilan boshlagan. Speaking nechi? Speaking 5 edi. 5. Yaxshi. Biz sizga bitta dars o'tganman, shu yerda bo'lgan, ha, o'shingiz. Ha? Bas. Nima deysiz? Logistika yaxshimi? Yoqdimi? Nariman. Universitet pul o'qiysiz? topsa bo'la. O'qiyman. O'qiyapsizmi hozir ham? Ha, Necha yoshsiz? 20. Voy, onasi, 20 yosh. Dispetchsiz. Dispetch Nechta trak bor? O'zi umidga yaqinda keldim, boshqa barud edim, 3 ta qarab o'tdim. Yaxshi. Oylik yaxshi ishlayaptimi? Bo'ladi. Nasibaga qarab. Yetmaysizmi? Nasibaga qarab. Mayli. Bu yaqinda bitirdi kursni. 3 oy bo'ldi. Yangi ishchi bu ham, xuddi u kabi. Oldin bundan intervyu ham ko'pchilik ko'rgan. Yaxshimi? Siz prosta logistikada fikr. Qanaqa? Yaxshimikan o'zi soha? Yoqdimi? Nima gap? Hozir dispetcherlik ish qabul qilindim. Traklarga qaraymiz. Yaxshi, Assist qilyapsiz hozir dispetcher. Shunaqa. O'zizga bog'liq. Dispetcherligi o'sha o'ziga bog'liq, ishiga bog'liq. Ishlasangiz topsa bo'ladi. O'sha Mana shu yerda ko'rdingizmi? Siz 2-3 mingdan ko'p topayotganlarni ko'ryapsizmi? ko'p bunaqa. Ko'ryapsizmi? Ha, ko'pchilik aytadi, qiyin, u bu deydi. Qiyinchiligi, bu ish qiyinchiligi bor o'zi. Конечно, shuncha pul to'lagandan keyin qiyin bo'lmasa ham bo'lmaydi, to'g'rimi? Bu ish qiyinchiligi bor, o'zizga bog'liq. Harakat qilish kerak. Team bo'lib ishlayapmiz mana shu yerda. Yaxshi. Rahmat katta. Sog' bo'ling. Xo'p, xullas shu bilan tugatib yuborsak ham bo'ladi. Rahmat hammaga, mana shu yerda bolalar o'quvchilarim. Ko'pi boshqa ofisda ham bor. Hozir yana bu yerda qizlar bor. Olay desam ulashmadan, yuzimiz chiqmasin, hozir emas, makiyajimiz yaxshi emas deyishdi, shunga olaman. Arak mana shu ko'rib turgan bolalar, bundan ham ko'p edi o'zi bolalar. Kimdir ketdi, kimdir qoldi, kimdir boshqa kompaniyaga o'tib ketdi. Shunaqa bo'ldi. Xullas bizda o'rgangan, o'qigan, logistikani shu yerda bular mana ishlashgan, hozirgi kunda ishlashyapti. Bugungi olmoqchi bo'lgan videomiz shu edi. Hammanglarga rahmat. Ma'lumot kerak bo'ladigan bo'lsa, qisqa nomer qoldirib qo'yaman o'zim. Bemalol aloqaga chiqib ma'lumot olsanglar bo'ladi. Nima haqida olmoqchi bo'lsanglar, kurslar haqida yoki o'zimizni o'quv markazi haqida, kompaniyamiz haqida hammasini ma'lumotini beramiz. Ko'rganinglar uchun rahmat. O'zingizlarning fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Hammanglarni kutib qolamiz. Sog' bo'linglar.